Tabiiyki, juda ko'pchilikda uchraydi bu holat nazoratning Hmm. yo'qligi. Nazorat qilish masalasi o'zi qiyin. Nazorat qilayotganingizni sezgan bolaning munosabati o'zi bir alohida masala. Uydan ketib yoki ota-onaga agressiv xulq-atvor bilan yoki gapirmasdan, gapirmay qo'yadi. Ota-ona farzandini qanchalik yaxshi tanib olsa, bu nafaqat oilaning kelajagi, o'sha aynan farzandning shaxsiy hayotdagi kelajagiga. Har bittasini gaplashadigan partnyorlar, yigitlar bor ekanda. Endi ona qizini ayblayaptiki, mani qizim hech kim bilan gaplashmaydi. Bu qachon yerga tegadi, kimga tegadi? Onasi boshqa dunyo, qizi boshqa dunyo. Ya'ni biz o'sha darslarda aytganmiz, intellekt turi bor, hissiyotlarni turi borda. Onasi umuman hissiy ayol bo'lsa, qizi ratsional qiz. Ota-onaga o'rgatishdan ko'ra bolaga o'rgatish osonroqda, tezroq natija beradi. Bolani mana miyasi mutaxassis sifatida bilasiz, ya'ni neyroplastikligi yuqori, tez oladi va tez moslashadi va tez hayotga qo'llaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Fonus loyihasi doirasidagi navbatdagi suhbatni tinglashga barchangizni taklif etamiz. Bugungi suhbatimiz sizlarga yanada qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz, chunki har doimgidek ikkita mutaxassis, Hilola Sodiq qizi, davolovchi, jismoniy tarbiya va sport shifokori hamda neyrotrener va men Doktor Gavhar Darvesh birgalikda olib boramiz. Ularni yaqinroqdan tanishtiraman. Doktor Gavhar Darvesh shifokor, psixoterapevt, psixiatr, narkolog va PhD unvoniga egalar. Demak, birgalikda suhbatimizni boshlaymiz. Biz Fonus loyihasi bilan birgalikda ishlaganimizda albatta Fonus ilovasi bilan tanishib chiqdik, to'g'rimi Gavhar? Juda ham foydali ilova menimcha va o'ylaymanki, bu ilovani har bir ota-onaga tavsiya etishimiz kerak, to'g'rimi? Chunki bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda turli filtrlanmagan informatsiyalar, turli filtrlanmagan kontentlar ko'payayotgan davrda aynan mana shu Fonus kabi yoki aynan Fonus ilovasi juda ham bir mana shunday dolzarb masalalarga, muammolarga yechim sifatida kelayotgandekda nazarimda. Bu borada nima deysiz? Shu mana bir ilmni o'sha sistemali ekanligi ham, ya'ni ma'lumotlarni, kontentlarni bir-biriga bog'liqligi ham juda ahamiyatga ega. Chunki hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarning miyaga ta'sirini bilamiz, ya'ni kontentlar yulib olingan, uzuq-yuluq, bir-biriga bog'lanmagan va bu o'sha 2025-yilda termini brain rotga olib kelyapti. Ya'ni bolalarda o'sha noto'g'ri filtrlanmagan informatsiyani ko'rish va buni oqibatida ularda xotira pasayishi, intellektual qobiliyatning o'zgarishi, diqqatini bir joyga yig'a olmaslik, tafakkurdagi buzilishlar, bu hammasi mana shu sifatsiz va filtrlanmagan kontentlarni ko'rish natijasida kelib chiqyapti desak to'g'ri bo'ladi. Endi bugungi kunda o'sha bolalarni demak telefon bilan munosabat qilishini o'rgatish menimcha har bitta ota-onaning vazifasi deb o'ylayman. Ya'ni biz o'sha qo'limizdagi vositani qanaqa to'g'ri foydalanish, ma'lumotlarni qayerdan olish yoki qancha vaqt davomida foydalanishni bolalarimizga o'rgatish hozirgi davr talabi bo'lib qoldi. Va shundan kelib chiqqan holda demak farzandlarini har bitta ota-ona intellektual yuqori qobiliyatli bo'lishini xohlaydi. Demak, biz o'sha darslarimizda berganimizdek, bolalarimiz nima ko'ryapti, nima eshityapti, atrofida nimalar bor, bu juda ham muhim. Sifatli kontent, filtrlangan kontent va asosiysi bir-biriga bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni bolalarimiz ko'rish natijasida ularda sistemali tarzda ma'lumotlar bazasi paydo bo'ladi. Keyinchalik o'shani bemalol hayotida, demak, tajribasida qo'llashi mumkin. Va muhimi, internetda vaqtini bekor sarflamaydi, foydasiz va miyasiga zarar keltiradigan, dunyoqarashiga, mentalitetga xavf soladigan ma'lumotlarni ko'rmaydi. Chunki bu yerda biz juda ham muhim o'sha o'zbekligimiz, milliy qadriyatlarimiz, mentalitetimiz borda. Bolalarimizga har bitta berilayotgan ma'lumotni ikkita filtrdan o'tkazishimiz muhim. Ya'ni birinchi filtr bu diniy filtr bo'lsa, yoki o'sha mentalitetimiz bo'lsa, ikkinchi filtr bu ilmiyligi, ma'lumotlarni ilmiyligi va qadriyatlariga mosligi. Shu yuzasidan har bir ota-ona bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar deb o'ylayman buni va Fonus ayni paytdagi ayni ilova deb hisoblayman. To'g'ri. Yana bir jihatini eslatib o'tmoqchiman. Baribir farzandlarimizni tarbiyalash jarayonida yoki ularga shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga ruxsat berganimizda
tabiiyki juda ko'pchilikda uchraydi bu holat nazoratning yo'qligi. Nazorat qilish masalasi o'zi qiyin. Nazorat qilayotganingizni sezgan bolaning munosabati o'zi bir alohida masala. Ayni fonus ilovasida mana shu nazoratga hojat qolmaydi. Aynan mana shu jihat e'tiborimni tortdi, to'g'risini aytsam, chunki aytib o'tganimdek juda ko'pchilik ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, nazorat qilish muhim, lekin nazorat qilinayotganini his qilgan bola bu ham unga qandaydir bir salbiy ta'sirni ko'rsatadi va buning natijasida ham ota-ona va farzand o'rtasida qandaydir bir munozaralar, isyon reaksiyalari yuzaga keladi. Ota-onani o'sha erkin bo'lishga, ertaroq o'sha erkin bo'lishga harakat yuzaga keladi boladan. Ya'ni bola buni qanaqa namoyon qiladi? Masalan, uydan ketib yoki ota-onaga agressiv xulq-atvor bilan yoki gapirmasdan, gapirmay qo'yadi yoki izolyatsiyalanib oladi. Ya'ni o'zini xonasiga kirib olib, ota-ona bilan muloqotni buzilishi. Eng yomoni mana shunaqa reaksiyalar borku, masalan, bir marta uydan qochish yoki gaplashmay. Agar har safar bu davom etadigan bo'lsa, bu pata xarakterologik sifatga aylanadi. Bu degani bolani shaxsiyatida bular saqlanib qoldi degani. Demak, ana o'sha ijtimoiy tarmoq yoki o'sha telefon yoki gadjetlardan foydalanishni ham odobi bor. Ijtimoiy odoblar degan kitob bor. Shayxim, rahmatli shayximiz Shayx Muhammad Zot Muhammad Yusufni o'sha yerda telefondan yoki o'sha ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish odobi ham keltirilgan. Demak, bolalarimizga buni yaqindan tanishtirishimiz muhim, chunki ma'lumotlar asosida bolani shaxsi shakllanib kelyapti. Ya'ni uni kim bo'lishi olayotgan ma'lumotlariga juda ham bog'liq. Shunday ekan, ma'lumotlar va bugungi kunda gadjetlar bilan to'g'ri munosabat qildirish ota-ona uchun muhim deb hisoblayman. Farzandga to'g'ri tarbiya berish, uni tanish juda ham muhim, chunki nima deydi, ota-ona farzandini qanchalik yaxshi tanib olsa, bu nafaqat oilaning kelajagi, o'sha aynan farzandning shaxsiy hayotdagi kelajagiga, ota-onaning kelajagiga, to'g'rimi, ta'sir qiladi bu o'z-o'zidan. Demak, aynan mana shu farzand tarbiyasida alohida bir ilmga ega bo'lish mutaxassis sifatida qanchalik muhim deb hisoblaysiz? Har bitta ota-ona, masalan, biz ham ota-onamiz, har bittamizning vazifamiz yoki maqsadimiz, niyatimiz baxtli bolani o'stirish. Ya'ni baxtli, o'zidan ko'ngli to'ladigan, jamiyatga foyda keltiradigan bolani o'stirish. Va mana shu yo'lda, demak, biz bolalarimizni kimligini bilish, masalan, farzandimizning ismi bor, familiyasi bor, otasining ismi bor, ya'ni sharifi bor. Endi shu bilan birga uni xarakteri bor, temperamenti bor, intellekt turi bor, sezgi, idrok, xotira, diqqat, tafakkuri bor. Buni hammasini biz darslarda yoritib berganmiz. Demak, har bitta ota-onani oldidagi vazifa o'zini farzandi kim, ya'ni Alloh taolo unga kimni omonat qilib topshirdi. Bu muhim. Ana o'sha omonatni to'g'ri saqlash uchun avval u bilan yaxshi, yaqindan tanishib olish kerak deb o'ylayman. Shundagina mani bolam mana bunaqa sabablar ko'pda. Masalan, mana bir ayol olib kelyaptilar farzandlarini, 17 yosh qizni tengdoshlariga, ya'ni tengdoshlari o'qimaydigan o'sha amma jiyanlarni bolalari har bittasini gaplashadigan partnyorlari, yigitlari bor ekan. Endi ona qizini ayblayaptiki, mani qizim hech kim bilan gaplashmaydi. Bu qachon yerga tegadi, kimga tegadi va buni kelajagi nima bo'ladi? O'rtoqlari yo'q, yigit o'rtoqlari yo'q. Norma emas bu. U qiz o'qiydigan qiz. Zreniyasi ham rosa past, faqat o'qiydigan qizda. Masalan, to'g'ri telefonda o'qigandir, boshqa juda yutuqlari katta, xalqaro olimpiadalarda qatnashgan, lekin bitta anaqasi ijtimoiy ko'nikmalari hali shakllanmagan, lekin u hozir o'zini bilim olishga qaratyapti-ku. Onasi boshqa dunyo, qizi boshqa dunyo. Ya'ni biz o'sha darslarda aytganmiz, intellekt turi bor, hissiyotlarning turi bor-da. Onasi umuman hissiy ayol bo'lsa, qizi ratsional qiz. Emotsional va ratsional kelisha olmayapti bir-biri bilan. Xullas, meni vazifam nima bo'ldi? O'zini tug'ib o'stirgan qizi, 16 yil tarbiya qilgan qizini men onasiga tanishtirdim. Va qiziga onasini tanishtirdim. Ya'ni sana ona bir-biriga tanishtirdim. Emotsional, demak, har doim qanaqadir fikr bildirishdan oldin hozir onamning birinchi reaksiyasi emotsiya bo'ladi deb o'ylashing kerak qizim. Ana o'shanda onang tomonidan norozilik bo'lmaydi. Siz qizingiz bilan gaplashayotganda buni hozir menga beradigan javobi ratsional, ya'ni aqlga, mantiqqa tayangan. Bunda emotsiya hali mandek emas. Onasi kuyib pishib ketyapti, ko'rsang.
man endi man ham ratsional shaxs sifatida kuzatyapman va onani haqiqatdan kuyib pishishiga hech qanaqa sabab yo'qda u yerda. Va qiz ham tushunmayapti, kulib o'tiribdi onasini holatida. Endi onasini hurmatini joyiga qo'ygan holatda tushunmayotganligini bilmayapti-da. Ya'ni ona bola umuman boshqa dunyo. Va onasini o'sha qo'rqayotgan narsasi ammalari shunaqa, hammasi o'qimishli, karyerani tanlab ketgan, oilasi yo'q va hokazo. To'g'ri, bu ham to'g'ri qo'rquv. Lekin farzandini to'g'ri bilib oladigan bo'lsa, farzandini kimligini biladigan bo'lsa, sekin asta ko'nikmalarni shakllantiradi. Masalan, to'garaklarga boryapti, xalqaro olimpiadalarda qatnashyapti. Bu ham ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradigan holat-ku. Ya'ni masalan, qiz o'ziga yoqadigan intellektual muhitda o'zini boshqacha tutadi. Uyga keladi, boshqacha muhit, yana boshqacha bir qiyofaga tushib qoladi-da. O'shaning uchun farzandi bilan ota-onani tanitish, ota-ona bilan farzandini tanitish juda muhim. Yana bir bolani olib kelishgan edi. O'rtog'i yo'q. O'rtoqlari faqat katta kishilar. Yani katta, o'zidan katta 11-sinfda o'qiydigan bola edi. Keyin men IQ'sini tekshirdim bolani. IQ'si juda yuqori, intellektual qobiliyati juda yuqori. Onasiga tushuntirdim. Bunaqa bolalar 0.001% bo'ladi. Bu degani 1000 tadan bitta degani. Maktabida o'rtog'i yo'q. Maktabida nechta bola bor? Masalan 400 tadir, 500 tadir. 500 ta bolaning ichidan o'rtog'i bo'lmasligi tabiiymi? Chunki sizni bolangizdagi bola 1000 tadan bitta tug'ilyapti. To'g'rimi? Oila a'zolari, qarindoshlarining o'rtasida o'rtog'i yo'q bo'lishi tabiiymi bu bolani? So'rayapman mana, nechtasizlar qarindoshlar? 1000 tamisizlar? Yo'q dedi. Men sizga hozir foizini tushuntirdim. 1000 tadan bitta buni o'rtog'i bo'lishi mumkin. Demak, bu qancha o'sha katta bo'lgan sari shunaqa muhitga kiradi. Institut muhitda topadi o'zini o'rtog'ini, yana ham katta muhitda topadi masalan. Deb bolasini onasiga tanitganimdan keyin, meni konsultatsiyamdan keyin ona bolaga qarab, "Voy, meni bolam shunaqa aqlli ekan" degan fikr. Vaholanki o'zi tug'ib o'stirgan bola shu. Muammo qayerda? Bolasini tanimasligida, kimligini bilmas. Baribir to'g'ri, biz mana to'g'risini aytsam, farzandimni tanishim kerakligini o'zim yaqinda, misol uchun bildim. Biz ham masalan tug'iliboq bu narsani bilmaganmiz, chunki maktabda o'qib yurgan davrimizda sening otang temperamenti bunday muomala qilish kerak degan narsalar bizga o'rgatilmagan. Vaholanki farzand ham ota-onasini tanib qo'ysa, menimcha nima deydi, ancha bir yaxshi natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda ota-onaga o'rgatishdan ko'ra bolaga o'rgatish osonroqda, tezroq natija beradi. Bolani mana miyasi mutaxassis sifatida bilasiz, ya'ni neyroplastikligi yuqori, tez oladi va tez moslashadi va tez hayotga qo'llaydi. Shu tomondan bolaga ham tanishtirish kerak, lekin bu ilmlar bizga yaqinda kirib kelmadi. Bu Ibn Sino davridan ma'lum. Biz shunchaki terminlar o'zgardi. Masalan, temperament mizoj edi, temperamentga aylandi. Xarakter emas, xulq-atvor deyilardi. Sharq mutafakkirlarni, mana Farobiy, Balxiy, Rozi, G'azzoliy hammasini asarlarida bor. Faqat u yerda odob, axloq, xulq-atvor deb keltirilgan va hattoki insonning xarakter turlari ham keltirilgan. Aql turini ham Navoiy yozib ketgan ekan. O'sha mutlaq aql, o'sha hozir nomlari juda esimda yo'q. Intellekt turi deyiladi hozir. Intellekt turi, o'sha intellekt turini o'sha aqlni turlari sifatida Navoiyni asarlarida keltirilganligi yoki masalan bolani yana o'ziga xos bir jihatlarini biz mutafakkirlarimiz yozgan. Faqat kamchilik shundaki, biz mana bugungi kunda ziyolisining kamchiligi o'sha mutafakkirlarning asarlarini o'qib, bugungi kitobxonga tushunarli tilda yetkazib bermayotganimiz. Ya'ni bizni aybimiz, mutaxassislarning aybida bu. Vaholanki hozirgi kitobxon bilimga chanqoq, faqat o'sha asarlarni bugungi kunni tilida berishimiz juda ham muhim. Chunki baribir u yerda eski o'zbek tili bor, sal qiyin so'zlar bor. Masalan, farzandlarimiz bilan kitoblarni o'qiganimizda yaqinda bir kitob o'qidik, o'g'lim so'rayapti, "Oyi, kuniya nima degani?" Men o'zim GPTdan so'rashimga to'g'ri keldi, to'g'risida, ya'ni shu yerda ham bir anaqa xato qilib qo'ymaydigan ma'noda. Shunaqa so'zlar ko'p. Demak, hozir o'sha so'zlarni hozirgi zamonni bolasiga tushunarli tilda qilib berishimiz kerak va bugungi kunni terminlar bilan almashtirish vaqti keldi deb o'ylayman.
lekin haqiqatdan ham hozirgi kunda bir ilm olish, o'rganish avvalgiga qaraganda menimcha osonroq bo'lib qoldi. Chunki baribir texnologiyalar rivojlandi, sun'iy intellekt rivojlandi. Istagan paytimizda yordamchimiz bor, GPTga o'xshagani. Kerak bo'lsa undan yordam olishimiz mumkin, lekin aql bilan albatta, aqliga tayanib. Umuman hozirgi kunda eshigimizni qoqib, ustozlarni o'zi uyimizga kirib kelyapti. ha, Demak, biz faqat o'rganishimiz kerak. Bu o'sha internet ilovalar, foydali ma'lumotlar, kerakli bolalar uchun foydali kontentlar. o'zi aslida shu farzand tarbiyasi borasida, umuman farzand tarbiyasi deymizmi, uni tanish deymizmi, miyasini rivojlantirish deymizmi yoki o'sha jamiyatga qo'shish uchun uni komil inson qilib voyaga yetkazish masalasida nimani qilmoqchi bo'lsak ham maqsadimiz ya'ni baribir birgina yo'limiz bor: o'qish, o'rganish, izlanish. Faqat shu. Va eng muhimi, faqatgina bu ilmlarni aynan mutaxassislardan olish kerak. Aynan o'zining sohasini professionali bo'lgan, ilmga tayangan holda sizga ma'lumot bera oladigan insonlardan o'rganish kerak, to'g'rimi? Mana masalan, ota-onalar biz birdaniga ota-ona bo'lamiz, lekin mutaxassis bo'lish uchun necha yil o'qiymiz? Mana biz vrach bo'lishimiz uchun 10 yildan ko'p o'qiganmiz, to'g'rimi? Lekin ota-onalikka tayyorlaydigan maktablar yo'q yoki farzandni to'g'ri tarbiyalash bo'yicha kerakli bilimni qayerdan olishni ham bilmaydi-da ota-onalar. Ya'ni haqiqatdan filtrlashga muhtojmiz. Masalan, farzand tarbiyasi bo'yicha kitoblar juda ko'p, ma'lumotlar juda ko'p, darsliklar juda ko'p. Mutaxassis, har bir mutaxassis hozir farzand tarbiyasi haqida gapiradi. Nomutaxassis ham gapiradi masalan. Ba'zida bu uni subyektiv fikr bo'lishi mumkin. Ya'ni hech qanaqa ilmiy asoslanmagan fikrlar bo'lishi ham mumkin. Mana shunaqa fikrlarni, mana shunaqa ma'lumotlarni orasidan ham saralab olish uchun ham insonda ozgina layoqat va yoki buni bizga yo'l ko'rsatadigan bir ma'lumotlar bazasi yoki masalan ilovalar kerak bo'ladi-da. Shuning uchun ota-onalikka tayyorlanmas ekanmiz, hech bo'lmasa farzandimiz uchun to'g'ri kontentlarni tayyorlab beradigan mutaxassislardan fikr olish kerakdir. Balki bolalarimizga nimani ko'rsatib, nimani ko'rsatmaslikni baholaydigan tizimlar mavjud. O'shalardan foydalanishimiz kerak deb hisoblayman. Demak, mana farzand tarbiyasida har bitta ota-ona o'rganishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni tizimlashtirishga bizda ehtiyoj tug'ildi. Bu ma'lumotlar tizimlashtirildi, kerakli mutaxassislar bir joyga to'plandi deb o'ylayman va farzandlarimiz uchun aynan kerakli bo'lgan ma'lumotlar bazasi yaratildi. Demak, bugungi zamonni har bir bolasini qo'lida telefon va gadjetlar bor. Bu bir vosita. Faqat bizda, ota-onalarda va farzandlarimizda undan to'g'ri foydalanish uchun kerakli bilimlar bo'lishi kerak. Bu bugungi kunning zamon talabi hisoblanadi. Aziz ota-onalar, unutmang, telefon yomon emas, faqat undan to'g'ri foydalanishni bilish va o'rgatish kerak xolos. Bizni kuzatishda davom eting.